kılgan, ularning chaqiruqini qabul qilmagan, ularga yordamlashmaganligini biz la'natlayapmiz. Ayni shunga o'xshash bizning Kent tilida ham qanday shaxslarni nima qilgan, o'qigan, shularni ifodalagan Qur'onni o'qiganimizda biz xohlamaylarni o'qiymiz. Zulmga qarshi degan shior bilan harakatga kelgan, safga kelgan, qo'zg'olonga chiqqan, mushundaq bir vaziyatda bu qo'zg'olonga qo'shilmagan, harakatga qo'shilmagan tez romanini o'qiyman, mayli Uyg'urgan zaman, mayli Ana-Yurt romani olsun, shuning qatorliq tarixiy romanlarda o'qigan vaqtimizda milletin, halkın, kasaretlik bulaylı, gayretlik bulaylı. Bunca dakikalerde vatandaki turmalar tesirlerimiz nimetini kurmakıdır. Muşu saatte bugünkü ikinci cüsta kasaretlik bulaylı, gayretlik bulaylı. Bunca dakikalerde vatandaki turmalar tesirlerimiz nimetini kurmakıdır. Muşu saatte bugünkü ikinci cüsta son bir nüsretlerin ifadesi. Biz mümin bunu salahiyetimizden bunu kıymanı etmemiz lazım. Bunun için biz muşu kuruşlarımızın tahirliğine inandık. Tahirliğine bizden tatlıvattan muşu külfetlerimiz, muşu kıyımçılıklarımız, muşu varlıklarımız bizden aldığımızda biz eriştirdiğin inşallah bizge nasip olungan son bir g'alaba, son bir yaxshi 10 hassa qiyinchilik tartgan bo'lsa, bu qiyinchilikning 10 hassa bo'lganligi uning kaynidan 100 hassa, 1000 hassa yaxshilikning keladiganligini ifodasi deb ko'rsatgan, tafsir qilgan. Natija bag'udak bir shaklda ish qilish imkoniyatimiz bo'lmadi. Butun dunyo tarafidan mayli men musulmon deb atalgan, İslami deb atalgan davlatlar tarafidan bo'lsin, mayli inson haqlari bizning g'oyamiz cho'qim biz o'qisasda olim. Ammo bugungi bu daqiqada bizning dunyoning hech bir yerida biz o'ylagan, biz umid qilgan shaklda o'sha vatandagi qarindoshlarimizga haqiqiy jonliq bir